Husanovning transfer narxi o'zgardi. Onasi sababli barbod bo'lgan 50 millionlik transfer va Messi bilan Ronaldo o'rtasidagi urush. Bugun haftaning eng qaynoq sport yangiliklarini tahlil qilamiz. Videoga like bosib qo'ying, biz esa boshladik. O'zbekiston futbolida mutlaq rekord. Abduqodir Husanovning bahosi dahshatli 50 million yevroga ko'tarilib, u rasman Osiyoning eng qimmat himoyachisiga aylandi. Gvardiola uning o'yindan shokda va endi hamyurtimizning yoniga sobiq jamoadoshi Samson Bayduni 30 millionga olib kelmoqchi. Bu transfer uchun Liverpool va Juventus ham jangga kirdi. Said El-Malaning Brentfordga 50 millionlik transferi yakuniy pallada barbod bo'ldi. Sabab futbolchining onasi. U klubga Saidni olsanglar 4-divizionda o'ynaydigan akasini ham sotib olasizlar deb shart qo'ydi. Angliya klubi bu talabni rad etdi. Mavsumda 12 marta yutqazgan Liverpool Arne Slotni rasman haydab yubordi. O'rniga jamoaga Bournemouthni Yevrokuboklarga olib chiqqan Andoni Iraola bilan 2 yillik shartnoma imzoladi. Jahon chempionati oldidan dunyoning eng qimmat futbolchilari 200 million yevrolik Lamine Yamal va Erling Haaland bo'lib turibdi. Mbappe esa 180 million bilan 3-chi. Afsonalar o'rtasida esa murabbiylar urushi. Argentina ustozi Scaloni har bir qarorni Messi bilan maslahatlashishini aytdi. Portugaliya murabbiyi Martinez esa buni rad etib, jamoada parallel hokimiyat yo'qligini ko'rsatdi va Ronaldoni joyiga qo'yib qo'ydi. Sizningcha Abduqodir Husanov Gvardiola qo'l ostida dunyoning eng qimmat himoyachisi nomini oqlay oladimi yoki bu narxi uchun biroz bo'rttirilganmi? Fikringizni izohlarda yozib qoldiring va eng qaynoq yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun Sportex Telegram kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying.